Hali ham o'tiribsanmi, qizim? Nima qilay? Nima qilay? Yig'ishtirib o'tirmadingmi bu narsalarni? Voy. Nima qilsam bo'lar ekan bu qizni? Shu nimadir kasbga shug'ullantirishim kerak, band qilishim kerak. Yozgi kanikulam boshlandi. Qizingiz kunini telefonda o'tkazyapti. O'ziga kerakli bilimni olmayaptimi? Bugungi dunyo boshqacha. Faqat baho emas, amaliy bilim zarur. Qizingizni qo'lida hunari bo'lsa, o'ziga nisbatan ishonchi va kelajakka umidi oshadi. 2 oy davomida nazariy ham amaliyot bo'lib o'tadigan kursimga start berdim. Har bir qadam ustozlar nazorati ostida farzandingiz ayollar va bolalar massajining asoslarini o'rganadi. Hijoma usullari va gigiyena qoidalari bilan tanishadi. Gerodoterapiya, ya'ni zuluk bo'yicha ayollarning eng muhim muammolariga shifo bo'ladigan darslarni o'zlashtiradi. Kurs yakunida u uyda onasiga, buvisiga, opasiga muolaja qila oladigan darajaga yetadi. Kursimiz 2-iyundan boshlanadi. Kurs narxlariga keladigan bo'lsak, 16 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan qizlarimiz uchun 4.997.000 so'm deb belgiladik. Kurs haqida yana batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga bog'laning yoki telefon raqamingizni qoldiring. Biz o'zimiz aloqaga chiqamiz.